Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Navbatdagi tungi telefon xizmatimizni Andijonda xudo xolasa mana bunaqa go'zal holatda xonadonimizni yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xonadonimiz haqiqatda o'ta ham go'zal holatda chiqdi. Sababi ichkariga ham, ko'chaga ham o'ta go'zal fasonimiz bo'lgan. 2 etajlik, ikkinchi etajida pianinalari bilan bo'lgan. Ko'cha tomonimizga ham choksiz tarnov, ichkari tomonimizga ham choksiz tarnovlari bilan birgalikda qilib berilmoqda. Agar sizga ham tungi telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi, qadrdonlar. Xonadonimiz atigi $1600 ga qilib berildi. Hop, tarnovlarimizni narxini eslatib o'tib ketamiz. 1 metrini 70 ming so'mdan qo'yib berilmoqda. Tungi telefonlarimiz 135 ming, 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Kosmoslarimiz esa $100 dan $250 gacha katta kichikligiga qarab qilib berilmoqda. Do'stlar, eslatib o'tamiz. Hozircha vodiy bo'ylab ishlayotgan edik. Endi Samarqand, Sirdaryo, Jizzaxda ham xizmat faoliyatlarimizni olib bormoqdamiz. Shu joylardan bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa kelishib qolsak, navbatdagi tungi telefon qiladigan xonadonlarimiz aynan sizlarda xonadonliklar bo'lishi mumkin. Do'stlar, agar xizmatlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketsanglar bo'ladi. $1600 ga xonadonimiz arziydimi yoki yo'q? Sizlarning fikrlar biz uchun juda ham muhim. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.